Assalomu alaykum Bek Tashqarining ashaddiy partistlari, yanada YouTube kuzatuvchilari, internet shovozlari hamda usta aka-ukalarimiz, yanada pundamit qildiradigan aka-ukalarimiz bo'lsa, stroyka uchun mana maxsus adres qayerda desangiz, Dexay Lubyakorda Apolovka kelgan. Apolovkamiz 25 metr deyapti, polni komplekt deyapti. Ustasi bor. Jiles, araba bilan nima o'zingizdan rasol qilmaysiz. Olib borasiz, ustani gaplashasiz. Pulini hamma instrumenti o'zlaridan. Ya'ni dastavkasi degan misolangiz, dastavkasi bir tarafini ustalarni o'zi olib boradi, bir tarafnikini o'zlaringiz olib ketasizlar. Xo'p, nima deb qolamiz yanada? Narxi qancha deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, narxini shu yil narxi kelishgan holda bo'ladi. Ustalar pastga nomer qoldirib o'tamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin do'stlar. Yana dalshi video roliklari ko'rasizlar. Yanada kimning uyiga bo'lgan bo'lsa, dalshi yana video chiqaramiz. Qanday yangi ishlatilmagan, hali kelgan, birorta ishlatmagan. Kimdir agar shunday ishlari bo'lsa, pastga nomer qoldirib o'tiramiz. Bemalol telefon qilib bog'lanib, maslahat qilib ishlaringizni hal qilsalaringiz bo'ladi do'stlar. Ha do'stlar, Apolovkani syomka qilyapmiz. Ko'ryapsizlar, mana ugillari ham bor. Ko'ryapsizlarmi? 90 gradusda ugil. Ichi sirti. Ko'ryapsizlar, jelezam tayyor buniki. Ikkita jelezi bor. Tayyor turibdi. Ustaning o'zi boradi, Apolovkasi bilan qo'yib beradi. Arendaga Apolovka qilaman yoki taxta sotib olaman deb yurmaysiz. Usta bilan gaplashasiz, abitini berasiz, ishingizni hal qilasiz. Mana yangi Apolovka, biram marta ishlatilmagan hozir. Do'stlar, ko'ryapsizlar. Mana bu yerda buniki hamalari ham tayyor shpulkalar. Hamma instrumenti bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastga nomer qoldirib o'tamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Yanada qayerga bo'lishdan qat'iy nazar ustalar bor, ketaveradi. Shorts territoriyasiga. Shorts territoriyasi bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanib ishlaringizni hal qilishlaringiz mumkin do'stlar. Mana ko'ryapsizlar Apolovka. Shuncha Apolovka. Dexay Lubyakor